O'zbekistonda dollar kursi yana tushdi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Agarda bizning kanalimizda mehmon bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni unutmang. Markaziy bank xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 1-mayda amalda bo'ladigan qiymatini e'lon qildi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 13 so'mga pastlab 12920,16 so'mni tashkil etdi. Yevro kursi esa 38,05 so'mga tushib 14681,18 so'm etib belgilandi. Rossiya rubli esa 0,33 so'mga ko'tarilib 158,65 so'mni tashkil etdi. Bundan avval dollar kursi ketma-ket 2 kun pastlab 12933,16 so'm bo'lgan edi. 2024-yilda so'm nominal kursi dollarga nisbatan 4,7% ga qadrsizlangan. 2023-yilda so'm AQSh valyutasiga nisbatan 9,7% ga, 2022-yilda esa 3,94% ga zaiflashgandi deyiladi xabarda. Bu xabarni barcha yaqinlarimizga jo'natib qo'yamiz hamda videomiz ostida bir dona like tugmasini bosishni unutmaymiz.